Здравствуйте, всем добрый вечер. Сегодня мы с вами проводим вебинар. Это у нас онлайн-урок. С вами Мубина Маматова, учитель русского языка как иностранного, и я работаю в этой сфере уже 5 лет. Demak, sizlar bilan Mubina Mamatova bo'ladi. Kanalga yangi qo'shilganlarga xush kelibsiz deymiz. Mikrofoninglarni o'chirib olinglar. Gapirish emas. Xo'p, mikrofoningizni o'chirib qo'ydim. Chunki hozir shovqin bo'lsa bo'lmaydi. Darsimizni oxirida mikrofoningizni ochib, savollar bo'lsa gapirishingiz mumkin bo'ladi. Balki darsning o'rtasida ham yoqarmiz. Demak, o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, yangi kelganlar uchun men o'zi namanganlikman va rus maktabida o'qiganman 11 yil. Bundan keyin Namangan davlat universitetida filologiya fakultetida 4 yil o'qidim. Hozir Novosibirsk davlat universitetida magistratura talabasiman, 1-kursni tamomlayapman. Demak, bilishingiz kerakki, sizlar bilan oddiygina tajribasiz o'qituvchi emas, ancha yillik tajribasi bor va o'ziga ishongan, maqsadlari tomon qadam tashlayotgan yosh kadr. Albatta, har biringiz bilan tanishishni xohlardim, ammo menimcha hozir tanishib chiqishga vaqtimiz yetmaydi, shuning uchun sразу darsga o'tamiz. Lekin alohida post yozib qoldiraman, albatta o'qiyman har bittangizni gaplaringizni. Shuning uchun postni tagiga o'zingizni tanishtirishingiz mumkin bo'ladi. Вот. Кто вы deb, ya'ni siz kimsiz deb qoldirdim. Meni kim ekanligimni bilib oldingiz. Sizni kimligingizni postni tagiga yozib qoldirishingiz mumkin. Men esa sразу darsni boshlayman. Demak, bugun bizning darsimiz gлаголы движения deb kelishgan edik, ovozlar soniga qaraganda. Gлаголы движения juda ham katta mavzu bo'lgani hisobiga biz faqatgina tanlab olgan fe'llarimiz bor. Идти, ходить, пойти, ехать, ездить, поехать. Mana shu fe'llarni bugun biz tahlil qilib ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Начали. Сейчас я включу трансляцию. Вам видно? Надеюсь, видно. Не очень-то видно. Прекрасно. Вот, значит, в первую очередь я хотела вам показать, что такое глаголы движения. Глаголы движения вот показаны у вас в этом рисунке. Идти, ходить, ехать, ездить, бежать, бегать, лететь, летать, плыть, плавать, брести, бродить, лезть, лазить, ползти, ползать. Это не все, есть продолжение. Вести, водить, везти, возить, нести, носить, катить, катать, тащить, таскать, гнать, гонять. А еще катиться, кататься, нестись, носиться, тащиться, таскаться, гнаться, гоняться. Вот, я хотела вам это показать, потому что я хотела просто доказать свои слова примером. Теперь мы можем перейти именно к нашей теме. Я сегодня выбрала символом нашего вебинара вот эту женщину, можно сказать. Как вы думаете, как мы назовем эту женщину? Нima nom beramiz shu ayolga? Баба Яга. Отлично. Значит, это у нас Баба Яга. Мне кажется, это очень хороший символ, потому что Баба Яга не только злая, не во всех сказках. Xo'p, demak, Baba Yaga obrazini oldik. Endi bu yog'iga men sitat yozib qo'ydim. Sitatdan juda ham o'zingizga shior qilib olishingiz mumkin bo'lishi mumkin, ammo bu meni oddiygina
Ovozim boryapti. Cel nima degan? Maqsad цель. Замечательно. Значит, я вот включаю ваши микрофоны, но выключайте микрофоны после того, как вы ответите. Savolga javob bera bo'lib, sразу mikrofonni o'chirishni unutmanglar, chunki shovqin bo'lib ketsa, darsimizni sifati buziladi. Вот, теперь продолжим. Цель maqsad ekan, bilib oldik. Действие nima degani? Действие harakat. Terpение sabr. Молодцы. Demak, maqsad, harakat, sabr va oqibatda nima kelib chiqadi? Rezultat. Natija. Молодцы. Правильно, молодцы. Значит, siz natijaga erishishingiz uchun mana shu bosqichlarni bosib o'tishingiz kerak bo'ladi. Juda ko'pchilik bu bosqichlardan sakrab o'tib, sразу natijaga ketishga xohlaydi. Afsuski, unday bo'lmaydi. Вот, теперь мы начнем урок. Русские глаголы движения. Demak, движение nima ekanligiga to'xtalaylik avval. Движение harakat degani. Mana bu yerda действие degan so'zni ham harakat deb tarjima qildik. Движение yana harakat bo'lyapti. Farqi nimada ekan? Смотрите, движение degani sizda albatta biron bir shaxs qayergadir движение, ya'ni harakatni sodir qiladi. Bitta yerdan boshqa yerga ko'chib o'tadi desak ham bo'ladi. Misol uchun, men maktabga bordim. Siz bu yerda edingiz, siz endi maktab esa B nuqtada, siz A nuqtadasiz. B nuqtaga borishingizni biz движение deymiz. A действие, siz o'tirgan joyingizda ham действие qilishingiz mumkin. Chunki mana o'tiribmiz, gapiryapmiz, tinglayapmiz. To'g'rimi? Mana shular ham bizda действие hisoblanar ekan. Значит, действие bilan движениеning farqi fizический harakatda, ya'ni siz jismonan harakat qilasiz движениеda. Действиеda esa jismoniy harakat bo'lmasligi mumkin. Lekin действие umumiyroq tushuncha. Дальше. Bizda mana biz bugun ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan fe'llarning tuslanishini tayyor shaklini kitobdan oldim, vaqtimiz ketmasligi uchun. Demak, fe'llarimizni ko'rsangiz, однонаправленное действие deb и разнонаправленное действие deb bo'lib qo'yibdi. Bu nima uchun kerak? Однонаправленное действие degani bir tomonlama harakat. То есть вы направляетесь в одну сторону. Ya'ni siz bir tomonga qarab harakatlanib ketyapsiz. A nuqtadan B nuqtaga qarab ketyapsiz hozirning o'zida. Вот, mana shuni biz однонаправленное действие deymiz. Siz piyoda yurasizmi, mashinadami, yo yugurib ketyapsizmi, emaklab ketyapsizmi, farqi yo'q. Однонаправленный bo'lishi uchun faqatgina bir tomonga ketishingiz nazarda tutiladi. Разнонаправленное действие deb biz u yoqqa ham borasiz, bu yoqqa ham qaytib kelasiz degan ma'noda ishlatamiz. Buni o'zbek tiliga tarjima qilganingizda borib kelmoq bo'lib qoladi. Qani ikkita so'z, o'zbek tilida borib keldim deysiz. Bordim, keldim degan ma'noda ikkita fe'lni siz bitta qilib aytasiz rus tilida. Shuni biz разнонаправленное действие deymiz. Или же разнонаправленное действие yana ikkinchi ma'nosi ham bor, borib kelish ma'nosidan tashqari. Ikkinchi ma'nosi bu bizda biron bir ish harakatni siz ko'p marta qilayotgan bo'lasiz. То есть вы повторяете одно и то же действие несколько раз. Следующее теперь. Идти bizda однонаправленное действие ekan, ходить разнонаправленное действие ekan. Demak, farqini bilib olishimiz kerak bo'ladi biz. Идти. Я иду, ты идешь. Talaffuzlarga e'tibor berib, orqasidan takrorlashingiz kerak bo'ladi. Hozir mikrofoningiz ochiq turgan holatda orqamdan takrorlashingiz mumkin. Я иду, ты идешь, он идет, идет demanglar. Juda ko'pchilikda d-ni yumshatishda xatolik ketadi. Идет, мы идем, вы идете, они идут. Endi bu bizda hozirning o'zida kimdir qayergadir ketadi. Davom etamiz. Keyin albatta misollar bilan ko'rib chiqamiz. Idite degan qo'shimchamizga e'tibor bersangiz, qora shriftda ajratib berilibdi. Bu buyruq shakli. Endi siz kimdirga yur deb buyruq beryapsiz. Bor anaga degandek idi deydi. Bor degan ma'noda ko'proq ishlatilar ekan. Demak, idi. Te qo'shimchasini qo'shsangiz, biroz siz yumshoqroq
Ovozda uzilishlar bo'lmayapti degan umiddaman. Uzilish bo'lsa aytib qo'yasizlar. Mikrofonlaringdan ochib qo'ydim, lekin savol bermagunimcha gapirmanglar. Хорошо? Мы продолжаем. Demak, иди bor degani idite boring yumshatib gapirasiz, или ko'pchilik bo'lsa, siz misol uchun boringlar demoqchi bo'lsangiz, rus tilida idite te qo'shimchasi ishlatiladi. Endi shol, shla, shlo, shli qo'shimchalarini alohida ko'rib chiqamiz, chunki bu o'tgan zamonda. Biz hozirgi zamon tahlil qilaylik, keyin ko'rib chiqamiz. Hadit fe'liga to'xtalamiz. Bu tomonda разнонаправленное действиеda hadit bor ekan. Hadit endi boya aytganimdek, yoki siz biror yerga borib kelganingiz turganingizda ishlatiladi. Например, rasmga e'tibor beramiz. Кто это? Albatta hamma biladigan волк. Это у нас zayet, правильно. Demak, endi biz gap tuzishimiz kerak. Bo'ri quyonni oldiga ketyapti. Qanday gap tuzamiz? Demak, bo'ri quyonni oldiga bir marta ketyaptimi, hozir ketyaptimi yoki doimiy ravishda boradimi? Shunga qarab gap tuzasiz albatta. Давайте. Bo'ri nima edi? Волк ketyapti, nima bo'ladi? Едет. Ovozingiz yaxshi eshitilmadi. Волк едет к зайцу. Замечательно. Волк идет к зайцу. Отлично. Падежni biladiganlar ham bor ekan oramizda. Молодцы. Demak, Volk idiot dedik. Nima uchun idiot deb oldik? Chunki u piyoda hozirni o'zida ketyapti. Biz ko'rib turibmiz, hozir zaytning oldiga ketyapti. Endi Volk doimiy ravishda quyonni oldiga borib turadi desak nima bo'ladi? Keling bunisini ham tuzamiz. Volk doimiy ravishda borib turadi. Ходит к зайцу. Замечательно. Ходит к зайцу. Demak, ko'rib turibsizki, sizda ходит so'zini ishlatsangiz ham, idiot so'zini ishlatsangiz ham gap bir xil tuziladi. Faqat farqi ma'nosida. Idiot desangiz, demak, hozirni o'zida mana shu bo'ri quyonni oldiga ketyapti. Siz ko'rdingiz, bo'ri hozirni o'zida ketayotganini. Shunda ishlatasiz. Volk ходит к зайцу deganingizda, demak, sizda ma'lumot borki, bo'ri demak hech bo'lmaganda har kuni yoki haftada bir marta bo'lsa ham takroriy ravishda quyonni oldiga borib kelib turadi. Shu vaziyatda ходит ishlatilar ekan. Demak, o'zimizni hayotimizga moslab tuzadigan bo'lsak, например, men kursga boraman. Yo'q, qarang, men hozir kursga ketyapman deylik birinchi. Men hozir kursga ketyapman. Я иду на курсы. Замечательно. Я иду на курсы. Молодцы. Endi men doimiy ravishda kursga borib turaman demaymizda, shunisiga qo'shang, qarang. Biz haftada 3 marta kursga boramiz, to'g'rimi? Demak, haftada 3 kun kursga boraman degan gap tuzaylik. Я хожу на курсы неделю 3 раза, да? Na kursi, demak, marta so'zingiz oldinda kelish kerak. Nedeля so'zini birinchiga qo'ymang, marta, 3 martani olding. 3 раза неделю. 3 раза в неделю. В неделю. Замечательно. Demak, men haftada 3 kun boraman deganingiz takroriy harakat bo'lgani uchun haju deb olindi. Farqini tushuntira oldimmi? Demak, idiot desangiz hozirni o'zida qayergadir ketyapti. Ходит deganingiz esa qayergadir doimiy ravishda borib kelib turadi. Вот. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ехать, ездить ga o'tamiz. Ехать degan fe'limiz bizda mashinada degan ma'noni beradi. Mashina afsuski rasmini topmadim. Ulgurmay qoldim shekilli. Demak, ехать degani mashinada siz hozirni o'zida kimdir qayergadir ketayotganini ko'rganingizda ishlatiladigan fe'l hisoblanadi. Demak, ya yedu, men hozir mashinada ketyapman.
Ko'ryapsiz, qarang, men hozir mashinada ketyapman. 4 ta so'zni o'rniga rus tilida "я еду" deyapsiz. Bo'ldi. "Я еду". Mashinada degan so'zni ishlatishingiz ham shart emas. Chunki ichida bor bu ma'no. Ты едешь, он едет, мы едем, вы едете, они едут. Talaffuzga e'tibor bering. Edut, edu deb ketmanglar. Juda ko'pchilik yana e deb talaffuz qiladi. Bu juda ham qo'pol xato. Дальше. Поезжай, поезжайте. Поезжай degani mashinada bor degan ma'noni beradi. Demak, поезжайте, boring. Sizlab gapirish. Дальше. Ездить fe'li aytganimizdek разнонаправленное действие. Siz endi bu harakatni doimiy ravishda qilib turishingiz kerak. Demak, siz qayergadir doimiy ravishda mashinada borib kelib turasiz. Demak, qarang, men Toshkentga har hafta boraman degan gap tuzmoqchisiz, a? Вот, shunda rus tilida "я еду" ni ishlata olmaysiz. "Я еду" bir martalik, hozirni o'zida ketyapman degani. "Я езжу" desangiz, "езжу" talaffuzga e'tibor bering. "Езжу" demaysizlar, z ni talaffuz qilmang. "Езжу", "езжу". "Я езжу в Toshkent каждую неделю". Har haftada boraman. "Езжу". Keyingisi "ты ездишь", "он ездит", "мы ездим", "вы ездите", "они ездят". Вот так. Demak, yezdi, yezdite degani mashinada borib kelib turing degan ma'noni beradi. Разнонаправленное действие tarjimasiga e'tibor bersangiz, o'zi ikkita fe'l bo'lib qolyapti o'zbek tilida. Borib kelib turing. Voy, 3 ta ham bo'lib ketar ekan. Вот. Endi bunga misol ko'ramiz. Давайте mashinada yurishgan bitta geroy topmasak bo'lmaydi. Geroy topamiz hozir. Bunga ism o'ylab turinglar hozir. Tezda. Ism qo'ymasangiz zerikarli bo'lib qoladi-da. Вот. Ism qo'yamiz. Кто это? Kimda ism bor? Вообще-то это героиня известного мультфильма о крокодиле и Чебурашке. Это старушка Шапокляк. Ну, может быть, немножко попроще. Шапокляк. Да, я этот мультфильм не смотрела, кстати. Хорошо, давайте возьмем имя... Тетя Зина. Хорошо. Тетя Зина. Значит, тетя Зина оделась так красиво, она уже не хочет ходить пешком, piyoda yurishni xohlamayapti. Endi mashinada ketish kerak. Mashinada misol uchun qayerga borishi mumkin? Aytaylik, hozir Balga ketyapti. Bal deb endi oldingi zamonlarda qandadir katta ziyofatni aytishgan. Oldingi zamonda deyman, o'tgan asrlarda. Вот. Demak, teta Zina Balga ketyapti degan gap tuzishimiz kerak bo'ladi, faqat mashinada. Nima deymiz? Mashinani ham rasmini chiroylab chizib qo'yamiz. Teta Zina ездит на бал. Xo'p, demak, Balga har doim borib kelib turadi degan ma'nodagi gap tuzdingiz. Ездит на бал. Xo'p, ездит на bal. Endi necha marta borishini ham qo'shib qo'ysangiz, gapingiz to'g'ri bo'lib ketadi. Ya'ni balga borib kelib turadi doimiy ravishda, ammo qay tezlikda boradi? Misol uchun, har yili boradimi, har hafta boradimi? 3 раза каждый месяц. 3 раза в каждый месяц. Замечательно. Demak, har oyda 3 marta balga borib kelib turar ekan teta Zina.
Теперь следующее. Endi teta Zina hozir ketyapti. Mana shu taksi kutib turibdi. Nima deymiz? O'zi taksining ichida bo'lib qolishi kerak edi. Teta Zina ketyapti. Mashinada bo'lgani uchun едет. Правильно. Balga na bal. Замечательно. Значит, ketyapti. Hozirni o'zida ketyapti deyish uchun едет der ekanmiz. Ездит bo'lishi uchun demak necha marta, qancha masofani, necha marta, ya'ni qay tezlikda biron bir harakatni bajarishini nazarda tutganda ishlatamiz. Вот так. Ехать, ездить fe'llari tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz sizlar bilan yana keyingisiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Это уже прошедшее время. Прошедшее времяni nima uchun alohida ko'rib chiqishni tavsiya qilaman? Chunki bizda ma'nolar biroz o'zgarib ketib qoladi. Идти degan fe'limizni tepada ko'rdik. O'tgan zamoni shol, shla, shlo, shli bo'lib yasaldi. Ammo biz o'tgan zamonda ko'proq ходил fe'lini ishlatar ekanmiz. Shol nimaga kerak degan savol paydo bo'ladi. Demak, shu savolga javob berishimiz kerak. Biz sizlar bilan ходил fe'lini ma'nosini ko'rib chiqdik. Ходил degani biror yerga borib keldim degan ekan, to'g'rimi? Biror yerga borib kelganingizdan keyin o'tgan zamonga aylanadi o'z-o'zidan. Endi siz hozir buni yozib tushuntirishim kerak yaxshisi. Ходил. Demak, ходил deganimiz bizda bordi, keldini bildiradi. Давайте это сделаем как схема. Вот так. Борды. И следующая наша фигура. Nima ekan? Keldi. Bordi va keldi. Ходил degani. Demak, siz biror yerga borib keldingiz faqat piyoda. Piyoda ekanligini esdan chiqarmang. Keyingisi bizda ездил. Ездил degani biz mashinada dedik. To'g'rimi? Demak, mana shu harakatimiz, xuddi shu harakat faqatgina endi nima bo'ladi? Mashinada bajariladi. Bordingiz va qaytdingiz transportda. Qanday transport turi ekanligini farqi yo'q. Transportni biz baribir na qo'shimchasi bilan beramiz. Demak, ездил, например, taksida bo'lsa, na taksi deysiz. Вот так. Endi misolda gap tuzib chiqishimiz kerak. Qayergadir borib keldi. Aytaylikki, aytaylik, красная шапочка nima degani? Qizil qalpoqcha. Aha. Красная шапочка borib keldi o'rmonga deylik. Красная anaqa Красная шапочка ездила на o'rmonga. Shapochkani mashinasi yo'q, ya'ni красная шапочкаning mashinasi yo'q, ездила deya olmaymiz. Красная пошла в этот в лес. Ходила в лес bo'ladi. Пошла bo'lmaydimi? Pashla bo'lmaydi, chunki biz hali po qo'shimchasini o'tmadik. Uni o'tganimizda tushuntirib beraman. Biz hozir mana bu ходил qo'shimchasini o'tyapmiz. Qarang, bordi, keldi degan qo'shimcha dedik. Strelkalar bilan bordi, keldi deb ko'rsatib qo'ydim. Красная шапочка ходила o'rmonga bo'lsa nima bo'ladi? Va les. Demak, o'rmonga borib keldi deyish uchun siz ходила ishlata olasiz, bemalol, qo'rqmanglar ходил so'zini ishlatishga. Pashla degan bo'lsangiz, sizda bo'pti, mayli, savolingizga javob berib o'tib ketay. Pashla degani bordi degani. Lekin o'rmondan qaytgan degan ma'nosi yo'q pashla fe'lini ichida. Har bitta fe'lni o'ziga yarasha ma'nosi bor, semantikasi bor deyiladi. Endi mana shu ma'noni ichida ходил degan so'zingizning ichida bordi, keldi ma'nosi bor. Pashlada yo'q.
pashlada bordi degan ma'no bor xolos. Qaytdi degan ma'no yo'q. Shuning uchun ham pashla so'zingiz hozir mana bu gapga to'g'ri kelmaydi. Krasная шапочка ходила в лес desangiz borib keldi. Ya'ni qaytib kelib bo'ldi, u hozir uyida. Понятно? Да, понятно, спасибо. Не за что. Теперь следующее у нас. Mashinada teta Zinani yana yordamga chaqiramiz. Teta Zina mashinada misol uchun balga borib keldi deyilganda. Teta anaqa nima edi? Xola Zina balga mashinada bordi. Borib keldi. Borib keldi. Rus tilida. Teta Zina поехала в бал в машине. В машине поехала в бал. Assalom. Siz yana adashtirdingiz. To есть poni ishlatib yuboryapsiz. Hozir aytganimdek, поехала desangiz bordi degan ma'no bo'ldi xolos. Поехала, u ketdi. U hozir uyida emas, u ketib bo'ldi balga degani. Поехала bo'lsa. A ездила deganingiz yana aytgandek bordi mashinada. Yana mashinada qaytib keldi degani. Demak, u teta Zina уже uyida, balda emas hozir. Понятно? Hali mashqlarni ko'rganimiz yana ham tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman. Да, понятно, все, спасибо. Значит, endi biz sizlar bilan keyingi fe'lga to'xtalishimiz kerak. Idti fe'lini o'tgan zamoni. Idti o'tgan zamonda nimaga almashadi dedik? Shol, shla, shli. Demak, o'tgan zamonda biz mana shu qo'shimchalarni olishimiz kerak edi. Ammo biz nima qildik? O'tgan zamonda hadil fe'lini olib ketdik. Endi bu qo'shimcha qachon ishlaydi? E'tibor bergan bo'lsangiz, biz idti fe'lini tepada aytganda proses uchun ishlaydi dedik. Hozirni o'zida, ya'ni jarayonda, hozirgi holatda bo'layotgan jarayon uchun ishlatardik. Ya idu, men hozir ketyapman. Hozir piyoda ketyapsiz. Или же siz ko'rdingiz ko'chada Sveta ketyapti. Sveta idет deysiz. Sveta idет. Chunki hozirni o'zida ko'rib turibsiz, proses hozir jarayonda bo'lyapti. Shuning uchun Sveta idет bo'ladi. Endi siz shol so'zini mana shu idti fe'lidan meros qilib olgan proses ma'nosida ishlatasiz. Ya'ni proses degani o'tgan zamonda kimdir qandaydir harakat jarayonida bo'lgan. Ingliz tili o'qiganlar bo'lsa, misol uchun ingliz tilichilar bilishi mumkin, bu narsani past continuousga to'g'ri keladi. Demak, o'tgan zamonda qaysidir vaqt davomida mana shu harakatni bajarayotgan bo'lgan. Misol uchun bu qachon ishlaydi? Albatta, tartibini aytib o'tib ketaman. Qachon ishlatasiz? Первое. Два одновременных действия. Два одновременных действия degani ikkita tengidan bo'layotgan harakat. Ya'ni siz tengidan ikkita harakatni bir xil vaqtda sodir qilyapsiz. Bu degani nima endi? Misol uchun siz ham piyoda ketyapsiz-da, ham telefonda gaplashib ketyapsiz. To'g'rimi? Ikkita harakat tengidan bo'lyapti. Ammo buni hozirgi zamonda tuzadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Men ketyapman va telefonda gaplashyapman. Tarjima qilaylikchi gapni? Qaytaring. Men yuribman, ya'ni ketyapman va telefonda gaplashyapman. Tarjima qilamiz. Я иду и разговариваю по телефону. Замечательно. Я иду и разговариваю. Mikrofonni o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Подождите. Xo'p, mikrofonni yoqqaninglarda dinamikni yoqmanglar iloji bo'lsa, chunki ovoz takrorlanib keladi va noqulaylik bo'lib qoladi. Я иду и разговариваю по телефону. E'tibor bering, bitta jarayonda siz ikkita harakatni sodir qilyapsiz. Hozirni o'zida siz ham yo'lda ketyapsiz, ham telefonda gaplashyapsiz. Shuning uchun biz nima ishlatar ekanmiz? Idu ishlatar ekanmiz. Endi xuddi shu harakatingizni siz nima qilasiz? O'tgan zamonga o'girasiz. Sen ko'rgan paytingda, ya'ni sen ko'rgan paytingda, sen bilan gaplashgan paytimda men yo'lda edim demoqchi bo'lyapsiz. Nima bo'ladi endi? Men
yurgandim va telefonda gaplashgandim desangiz, gapni o'zgartirganingizda hadil to'g'ri kelmaydi. Nimaga? Hadil borib kelish dedikda. Telefonda gaplashayotganingizni o'zida borib kela olmaysiz-ku biror yerga, to'g'rimi? Bu darajada uzoq gaplashmasangiz kerak. Вот поэтому bu yerda biz shol ishlatar ekanmiz. O'g'il bola bo'lsa, когда я шел, qiz bola bo'lsa, когда я шла deb gap tuziladi. Вот. Когда я шел или шла, когда-ni qo'ymadim, uzr. Я шел или шла и разговаривала. E'tibor bering, разговаривал yoki разговаривала, oxiriga a qo'shib qo'yamiz. По telefonu. Demak, nima uchun shol oldik deydigan bo'lsangiz, yana takrorlayman. Proses o'tgan zamonda ikkita harakatni siz tengidan bajargansiz. Ham telefonda gaplashib ketayotgandingiz, ham piyoda ketayotgandingiz. Поэтому шел, ходил ishlamaydi. Ходил borib keldi deganingizda ishlayotgan edi. Понятно? Это можно вопрос? Конечно. Задавайте. Серый ko'rinmay qolar ekan. Давайте в другой цвет поставлю. Вот. Второе значение. Второе значение тоже процесс, бьем процесс aslida, но больше всего употребляется с союзом когда. То есть ganida. Kimdir nimadir qilayotganida, men nimadir qilayotgandim. Ya'ni men ketayotganimda kimdirni ko'rib qoldim yoki u ketayotganida magazinga kirib chiqdi. Ana shunaqa gaplaringizda aynan когда so'zi bilan shol so'zi ishlatilar ekan. Bunga ham albatta misol ko'ramiz. Сейчас голубой цвет. Так. Давайте. Например, когда men yo'lda ketayotganimda, когда я шел yoki шла. Когда я шел или шла по дороге, yo'lda ketayotganimda do'stimni ko'rib qoldim. Nima bo'ladi? Men do'stimni ko'rib qoldim. Я видела другу. Я видела demaymiz, qarang. Видела desangiz, biroz uzoqroq muddat ko'rgan bo'lib qolasiz. То есть biz bir martalik fe'lni olishimiz kerak. Увидела, да. Совершенно несовершенный ведь ham alohida o'tamiz xudo xolasa. Увидел или увидела друга. Замечательно. Demak, bu yerda nima uchun shol oldik? Chunki siz do'stingizni qachon ko'rdingiz? Aynan mana shu protsessda ko'rdingiz-da. Hali siz yo'lda edingiz. Manzilga yetib bormagan edingiz. Manzilga yetib borib, yana uyga qaytib kelish bo'lsa, hadil ekan. Manzilga yetib bormasdan turib, yo'lni o'zida qandaydir voqealar bo'layotgan bo'lsa, shol ishlatar ekansiz. Когда я шел по дороге, я увидел друга. Yana bitta misol ko'raylik. Например, u yo'lda ketayotganida yomg'ir yog'ib yubordi deymiz. Qarang, u yo'lda ketayotdi, hali manzilga yetib bormaydi, lekin yomg'ir yog'ib yubordi. Qanday gap tuzamiz? Когда u ketayotganida nima deymiz? U nima edi rus tilida? Он шла по дороге, идет Он. Хорошо, mikrofonni yoqishni so'raganlarga mikrofonni yoqib olay, biroz sabr qilamiz. Мой другой аккаунт не работает, телефон разрядился, из-за этого я из-за этого захожу. Да ничего страшного. Что включить микрофон, а то я не могла говорить. Nичего. Xo'p, hammaga tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Siz savolingizni bering. Mana hozirgi savolida shu, mikrofon yo'q endi. Хорошо. Ну ладно. Значит, продолжаем. U yo'lda ketayotganida yomg'ir yog'ib yubordi. Когда u nima edi rus tilida? Когда он или они множественное число uchun
он qo'yamiz o'g'il bolaga nisbatan. Когда он шел по дороге, внезапно начался дождь. Значит, когда он шел, yoki когда она шла, yomg'ir yog'ib yubordi. Начался дождь deymiz. Дождь идет bo'lmaydi. Chunki endi boshladi demoqchimizda biz. Дождь идет bo'lsa, yomg'ir yog'yapti degan protsess bo'lib qoladi. Chunki idiot fe'lni hozir ko'rib chiqyapmiz. Idiot degani protsess, hozirni o'zida nimadir bo'lyapti degan ma'noda ishlatiladi. Начался дождь desangiz, demak yomg'ir boshladi bo'ladi. Nima uchun bu yerda shol ishlatdik? Yana bir marta savol beraman. Chunki protsessda edi, hali yo'lda edi bu inson va hali manziliga yetib bormasdan yana qandaydir voqea bo'ldi. Ust kelayotgan voqealar uchun ham biz shol ishlatar ekanmiz. Понятно? Понятно, спасибо. Хорошо, endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, давайте men gap beraman, sizlar tarjima qilasizlar. Hozirni o'zida mana shu biz sizlar bilan ko'rib chiqqan fe'llar. Идти, ходить и шел, шла, шло, шли degan so'zlarimiz bilan yezdilga keyin yana to'xtalamiz. Давайте. Sizlarni ishlatamiz. Что-то шрифт kichirib qoldi. Вот. Первое предложение. Faqat shoshilmanglar, bu safar endi mikrofonni yoqib gapirmaysiz. Bir deb yozib qo'ydim. Birinchi gapni tarjimasini mana shu kanalga yozasiz. Хорошо? Chunki mikrofonni yoqsanglar hozir shovqin bo'lib ketib qoladi. Juda ko'pchiligimiz, поэтому postni tagiga, kommentariyaga yozasizlar tarjimasini. Начали. Birinchi gap ketdi. Путался. На русском писать или на узбекском? Конечно, на русском языке. Я сама пишу на узбекском. Не обратила внимания. Сейчас, подождите. Переводим предложение. Raqamlarini kanalga yozib qo'yapman. Tarjimasini kutib olaman. Baqirmaymiz. Gapingizni tushunmadim. Вот, 3 ta gap ketdi. To'g'ri gap tuzganlar bo'lsa, albatta mana shu gapni tagiga tarjimasini, aynan sizlar qilgan tarjimani yozib qo'yaman. Mana joylarni bo'shatib qo'ydim. Aynan sizlarning tarjimangizni ko'rib chiqamiz. Итак, открываю комментарий. Dasha universitetga borishni yaxshi ko'radi degan gapimiz. Dasha понравится ходить в университет. Неправильно, Asrorbek aka. Demak, Dashaga yoqadi, yaxshi ko'radi degan ma'noda siz NSV ishlatishingiz kerak edi. Dasha нравится. To'g'ri variantni o'zim aytib qo'yman, yaxshisi jim turaman. Dasha universitetga borishimni yaxshi ko'radi. O'zbekcha yozmaymiz. Anton идет в школу, ikkinchi gap. Demak, ikkinchi gap to'g'ri ketdi. Anton идет в школу. Shu gapni yozib qo'yar ekanmiz. Anton идет
в школу. Правильно. To'g'risi topildi. Birinchi gapimizni to'g'risi hali topilmadi. Dasha nravится идти в университет. Aha. Umid Jurayev, E'zoza, idti so'zida xatolik ketdi. Idti deb qo'ygansiz, universitet so'zini xato yozgansiz. Dasha понравился ходить в университет. Понравился bo'lmaydi, afsuski. Dasha любил ходить в университет. Любил desiz o'tgan zamonda yaxshi ko'rardi bo'lib qoladi. Biroz zamoniga e'tiborsiz bo'libsiz. O'zbekiston naша любимая родина degan akkaunt egasi. Dasha нравится ходить в университет. Murat Rahimович, ну вы супер. Когда Дима шел, он увидел учителя. Bitta postga hamma javobni yozib chiqibsiz-ku, Asror aka. Dasha нравится ходить в университет. Ага. Даша понравилась, шла в университет. Даша любит ходить в университет. Молодцы. Значит, всем спасибо за ответы. Ikkinchi gapni hamma to'g'ri tarjima qilyapti, oson gap ekan. Когда Дима шел, увидел учительницу. Умедам, молодец, отлично. Прекрасно. Значит, birinchi gapni to'g'risini yozamiz. Dashe nravится. Nravится. Talaffuziga qarang. Nravится. Sa deysiz oxiri. Nravится demang. Nravится. Dashe nravится ходить в университет. Nima uchun ходить oldik degan savollar bo'ladigan bo'lsa, chunki universitetga bir marta bormaydi deb javob beramiz. Universitetga doimiy ravishda boradi, to'g'rimi? Student bo'lgandan keyin majburda, endi boshqa qayerga boradi. Второе. Uzr. Anton идет в школу. Hozirni o'zida ketyapti. Buni to'g'ri tuzinglar. Dima ketayotganda o'qituvchini ko'rdi degan gapni to'g'ri tarjima qilishdi. Super, всё. Demak, когда Дима шел, он увидел учительницу. Asror aka, adashmasam sizda bor edi. Учителя degan so'zni yozgansiz, увидел so'zidan kelgan. Учителя degan so'zga mягкий знак qo'yilgan. Mягкий знак kerak emas. Увидел учителя yoki учительницу. Mягкий знак to'g'ri qo'yishga ahamiyat berishingiz tavsiya qilinadi. Endi o'ta katta muhim qoida emas-ku, lekin har holda. Ошибка. Он yonda он til ketibdi. Да, все, я исправила. Молодцы. Значит, endi xuddi shu qoida bizda mana bu ездил so'ziga ham, ya'ni ехать so'ziga ham ishlaydi. То есть, yana boshdan ko'rib chiqamiz. Ехать degan so'zingiz o'tgan zamonda ехал, ехала, ехало, ехали bo'lib o'zgaradi. Lekin biz nima dedik? Boya tepada yozganimizdek, ехать fe'lni o'tgan zamonda ездил qilib olamiz dedik. Ya'ni yezdil degani biror yerga mashinada borib keladi, ya'ni borib keldi degan zamonda ishlatiladi dedik. Ехать, ехал so'zi nimada ishlatiladi? Mana bu shol bilan bir xil vaziyatda ishlatiladi. Shuning uchun mana bu ехать, ездить fe'lini ham sholni qatoriga qo'shib qo'ysam, xafa bo'lmaysizlar. Chunki ikkalasini ishlatilish qoidasi bitta. Вот. Faqat bunisi mashinada, nargisi piyoda. Bo'ldi, shunda farqi bor xolos. Понятно? Endi bunga ham misol ko'ramiz deydigan bo'lsangiz, albatta misol ko'rishimiz mumkin, ammo mashq uchun alohida mashqlar tayyorlab qo'yganman. Shuning uchun menimcha vaqt ketkazmaganimiz ma'qulroq. Keyingi fe'llarga o'tamiz. Demak, biz sizlar bilan hozir ko'rib chiqdik. Идти, ходить, шел degan fe'llarni. Ikkinchi gruppada ехать, ездить и ехал degan so'zlarni ko'rib chiqdik. Вот, protsess uchun ехать ishlatilar ekan, mashinada bo'lsa. Protsess uchun piyoda bo'lsa, идти ishlatilar ekan. Borib keldi desak, demak, ходить yoki doimiy ravishda borib turadi desak, ходить. Ikkita ma'noda ходить. Ездить degan yana bir takrorlab o'tyapmiz-da bu narsalarni. Ездить mashinada borib kelib turadi. Ikkinchi ma'nosi nima ekan? Borib keldi. Bo'ldi. Bir marta borib keldi desangiz ham ездил deya olasiz. Faqat mashinada. Вот так. Теперь у нас есть глаголы.
bunisi emas. Пойти и поехать. Bu so'zlarga ham to'xtalmasak bo'lmaydi, chunki bular ham muhim. Вот, пойти, поехать. Bu fe'lning tuslanishi mana bu jadvalda keltirilgan edi. Mana будущее время degan joyiga ahamiyat bersangiz, вот mana kattalashtirdim. Я пойду, поеду. Talaffuzga e'tibor bering. Bitta tovush bilan farq qilyapti bu so'zlaringiz. Я пойду, пойду, ye. Juda qisqa, пойду. Поеду desangiz ye biroz cho'ziladi. Поеду, поеду. Mashinada bo'lsangiz biroz cho'zibroq aytasiz. Ты пойдешь. Или же ты поедешь. Он, она, оно пойдет, поедет. Мы пойдем, поедем. Вы пойдете, поедете. Они пойдут, поедут. Talaffuzga e'tibor bergan bo'lsangiz bo'ldi. Talaffuzda ham adashmanglar. Paydi, paydite deganingiz demak bor degan ma'noni beradi. Поезжай, поезжайте bor faqat mashinada. To'xtab. Demak, bu kelasi zamon uchun ishlatilar ekan, o'zingiz sezganingizdek. Biz kelasi zamon bilan endi ishlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, ertaga degan so'zimizga to'xtalaylik. Nima degani ertaga? Завтра. Завтра, правильно. Demak, завтра boraman demoqchisiz, faqat piyoda. Ertaga boraman, misol uchun kutubxonaga. Nima deymiz? Поеду. Paydu. Paydu va biblioteku. E'tibor beringlar, shu yerda endi nima deydi? Biroz tushunarsiz bo'lgan vaziyatni ham aytib o'tib ketay. Balki kutubxonaga siz mashinada borarsiz, lekin bu narsani har doim ham ko'rsatishingiz shart emas. Odatda ruslar poyedu deb, ya'ni ехать fe'li transport fe'lini ko'proq uzoq masofaga ishlatishadi. Biblioteka sizdan misol uchun 1-2 kilometr nariyoqda bo'lsa, mashinada, taksida borishingizni uncha hisobga olish shart emas. Ya paydu в biblioteku, ya paydu в park desangiz, hech kim sizni xato qildingiz demaydi. Faqat siz uzoqroq masofalarni ko'rganingizda, misol uchun Londonga bordi, elija misol uchun qishloqqa, shaharga bordi degan gaplarda payти fe'lini ishlatib qo'ymasangiz bo'ldi. Yaqin masofadagi parkka, kutubxonaga, stadionga degan gaplar uchun paydu bemalol ishlatilaveradi. Понятно? Завтра пойду в библиотеку. Endi keyingi gap misol uchun, keyingi haftada men stadionga boraman demoqchisiz. Endi mayli, stadionga boraman. Nima bo'ladi? В недели я пойду в стадион или поеду. На следующей неделе я пойду на stadion bo'ladi. Stadion bizda usti ochiq, na ishlatiladi. Demak, yana paydu fe'lini ishlatdik, chunki stadion endi sizning uyingizdan juda uzoqda joylashgan bo'lmasa kerak. Agar stadionni joy yozilgan bo'lsa, misol uchun я поеду на stadion в Washington desangiz, misol uchun Washingtondagi stadionga yoki Moskvadagi stadionga boraman yoki Toshkentdagi stadionga boraman deb gapirsangiz, shunda misol uchun poyedu ishlatishingiz mumkin. Lekin masofasi yaqinroq bo'lgan obyektlarga qaytarib o'taman, paydu ishlatsangiz bemalol. Sizni hech kim aybdor demaydi. Dальше. Endi поехатьga misol ko'ramiz. Misol uchun, kelasi oy men Toshkentga boraman. Kelasi oy я поеду в Ташкент. Va неделя demadim. В следующем месяце я поеду в Tashkent. Shoshilmangiz yozuvchiga. Demak, keyingi oyda Toshkentga boraman deganingiz uchun biz poyedu fe'lini ishlatamiz. Вот. Menimcha farq tushunarli bo'ldi. Xo'p, kanalga bitta yozib yuboringlar-chi. Всё понятно?
post yozdim. Hammasi tushunarlimi? Kommentariyagami? Da, kommentariyaga. Xo'p, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyin mashq bajarishga o'tishimiz mumkin bo'ladi, chunki mavzuyimiz shu yergacha edi. Qoidalarimiz tugadi. Bitta вопрос bersalarimda. Nima deysiz? Вопрос один. Вопрос задавайте. В конце урока, когда заканчивается урок, можете объяснить, что такое фразеологизм? Конечно, могу. В конце урока я спрошу, хорошо? Да. Xo'p. Demak, hamma tushunarli deb yozyapti. Замечательно. Спасибо за внимание. Demak, davom etamiz unda. Endi mashqlarni bajaramiz. Tushunganinglarni bitta isbotlab berasizlar-da endi. Gap isboti bilan degan. Boshladik. Birinchi mashqimizga to'xtalamiz. Ko'ryapsiz, bu yerda jadval berilgan. Atalab jadval ko'rinishida oldim. Will degan so'z beryapti. Mana bu past inglizcha yozilgan so'zga ahamiyat berish shart emas. Past o'tgan zamon, present hozirgi zamon, future kelasi zamon degani. Demak, will, была, были. Buni bilasizlar, bo'ldi degan ma'noni beradi o'tgan zamonda. Ya'ni siz gap tuzasiz. Вот вчера Sveta ходила в клуб. Kecha Sveta klubga borib keldi. Nima uchun ходила oldi? Borib keldi. U uyida, klubda emas. To'g'rimi? Shuning uchun ходила so'zini ma'nosiga e'tibor bering. Borib keldi. U o'sha manzilda emas, o'sha uyga qaytib kelib bo'lgan. Keyingisi regularna, ikkinchi ustunga e'tibor bersangiz, regularna degani doimiy ravishda. Sveta часто ходит в этот клуб. Часто nima degani? Yoki boshqa. Tez-tez degani. Замечательно. Tez-tez, da. Demak, tez-tez qayergadir borib kelib turadi degan ma'noda biz ходить fe'lni ishlatamiz degandek. Shuning uchun bu gapda ходить ishlatilyapti. Keyingisi сейчас degan ekan. Сейчас endi hozirgi jarayon degan. Hozirning o'zida proses ketyapti. Shuning uchun bu yerda сейчас Sveta идет в клуб deyilyapti. Ammo Ruslan talaffuziga e'tibor bersangiz, сейчас demaydi. Сейчас deb gapirishadi. Nima deysiz? E'zoza, gapingizni tushunmadim. Sveta klubga ketyapti, shunaqmi? Da, hozirni o'zida klubga ketyapti. Proses hozirni o'zida sodir bo'lyapti. Дальше у нас future plan deb qo'yildi. Ya'ni siz kelasi zamonga plan, reja tuzyapsiz. Завтра Sveta идет в клуб. Endi qarang, kelasi zamonga reja tuzganingizda pойдет deyilmayapti, идет deyilyapti. Nima uchun bunaqa, nimaga bizni chalkashtiryapsiz demanglar. Men sizlarga haqiqiy разговорный rus tilidagi uchraydigan frazalarni to'liqroq tushuntirib beryapman xolos. O'zbek tilida ham bor-ku, misol uchun ertaga maktabga boraman deyishingiz mumkin yoki-da ertaga misol uchun klubga ketyapmiz deyishingiz mumkin. O'zbek tilida ham xuddi shu narsa bor, rus tilida ham bor. Shuning uchun hayron qolmanglar. Не поняла. Nima deysiz? Завис или у вас, yaxshi bo'lyaptimi hammaga? Теперь, да. Ну да. Хорошо, я повторю свои слова. Значит, завтра Sveta идет в клуб degan gapni izohlab berayotganida, ertaga qayergadir ketyapmiz degan ma'noda nima uchun ketyapmiz deysiz? Hali bugun turibsiz, ya'ni bugun uyda turibsiz, erta hali kelmadi, lekin siz nima deyapsiz? Hozirgi zamonni gapiryapsiz, ketyapmiz deyapsiz. Вот,
Shu narsa rus tilida ham bor. Shuning uchun rus tilini qiyin demayman, o'zbek tili ham qiyin. Завтра Sveta идет deganingiz xuddi shu gapga to'g'ri keladi. Ertaga Sveta klubga ketyapti. Ma'nosi kelazamon, lekin идет fe'lini ishlatsangiz ham xato qilmagan bo'lasiz. Все. Дальше. Demak, bizda endi birinchi gap mana завтра мы идем в театр degan gap berilyapti. Siz mana shu gapni tepadagi 3 ta ko'rinishga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Завтра мы идем в театр. Shovqin bo'lib ketdi. Завис. Kerak bo'ladi. Mana shu gapni yana 3 xil ko'rinishga qo'yib kelishingiz kerak bo'ladi. Kanalga tashlab qo'ydim gapni. Завтра мы идем в театр. Demak, siz birinchi gapni o'tgan zamonga qo'yasiz. Kecha biz teatrga borib keldik. Tarjima qilamiz. Kecha biz teatrga borib keldik. Birinchisi o'tgan zamon dedik-da mana. Ходил so'zi bilan kelgan. To'g'rimi? Gap tuzamiz. Быстрее. Кто первый? Asror aka. Вчера мы ходили в театр. Замечательно. Birinchi gap tuzildi. Вчера мы ходили в театр. Отлично. Demak, Mahmud opa, вчера мы идем deya olmaysiz, chunki idem bizda hozirgi zamondagi protsess dedik. O'tgan zamon uchun biz borib keldi deyish uchun ходил fe'lini ishlatamiz degandik, opa. Shuning uchun ходили degan variant. Xo'p, endi keyingi gapimizga to'xtalamiz. Ikkinchisi, ularni, ya'ni doimiy ravishda biz teatrga borib turamiz degan gap tuzishinglar kerak bo'ladi. Uzr so'rash shart emas, Mahmud opa, hamma xato qiladi. Biz o'rganish uchun yig'ildik bu yerga. Davom etamiz. Biz tez-tez teatrga borib kelib turamiz. Yana Asror aka birinchi bo'lyaptilar. Asror aka, qolganlarga imkon bering bunday. Мы часто ходим в театр. Ой, замечательно, правильно. Мы часто ходим в театр. Hamma to'g'ri tuzyapti. Прекрасно, супер. Следующее. Сейчас. Hozirni o'zida biz teatrga ketyapmiz deymiz endi. Hozirni o'zida ketyapmiz. Protsess hozir bo'lyapti. Ko'chirib yozib nima qilamiz? Ko'chirib yozmaysizlar. O'zinglar gap tuzasizlar dedim. Сейчас мы идем в театр. Замечательно, правильно. Сейчас мы идем в театр. Прекрасно. Xo'p, oxirgisi o'zi tuzilgan edi. Завтра мы идем в театр. Bu gapni endi boricha yozib qo'yamiz. Завтра мы идем в театр. Bu mashq nima uchun kerak edi? Bitta gapni har xil tuzdik degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, javob tayyor. Bitta gapni qancha turli xil ko'rinishga qo'ya olsangiz, sizni mahoratingiz shuncha ko'p bo'ladi. Ya'ni mahoratingiz oshib boradi. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'lib, mashqni to'liq bajarib chiqishingizni tavsiya qilaman. Дальше. Ikkinchi gapimiz, o'zi uchun gap berganman. Сейчас Игорь идет в ресторан. Сейчас Игорь идет в ресторан. Kanalga yozdim. Shu gapni endi o'zgartiramiz. Kecha Igor restoranga borib keldi. Nima bo'ladi? Tarjima qilamiz. Kecha Igor restoranga borib keldi. Qaytib keldi. U yana qoldirib qo'ymaydi, restoranda qolmagan u bechora. Uyi bor.
hozir Igor restoranga boryapti demaymiz. Вчера Игорь ходил в ресторан. Замечательно. To'g'ri javob keldi. Молодцы. Вчера Игорь ходил в ресторан. Прекрасно. Hamma to'g'ri topyapti. Xo'p. Endi keyingi gapni tuzamiz. Doimiy ravishda Igor restoranga borib kelib turadi. Doim. Часто qo'ymanglar, doim so'zni qo'yinglar-chi. Doim Igor restoranga borib kelib turadi. Doim. Qo'la qolinglar. Ikkinchi gapni hali hech kim jo'natmadi. Вчера Игорь ходил в ресторан. Ikkinchi gap. Молодцы. Xo'p, Atika, Fazliddinova Atika. Всегда Игорь ходит в ресторан deb qo'yibsiz. Xatolik ketdi. Uzr. Молодец, правильно. Uzr. To'g'ri bajaribsiz. O'zim adashdim. Всегда Игорь ходит в ресторан. Молодцы. Постоянно Игорь ходит в ресторан desangiz ham bo'ladi. Прекрасно. Always so'zi inglizcha so'z, tarjima qilib qo'yasiz. Endi uchinchi gapimiz o'zi tayyor berilgan, hozirni o'zida ketyapti. Сейчас Игорь идет в ресторан. Bu gapni tahlil qildik. Endi to'rtinchi gapimiz nima edi? Ertaga ketyapti deyishadi. Ertaga Igor ketyapti restoranga. Bo'la qolinglar. Qancha ko'p gap tuzsanglar, shuncha osonlashadi gapirishinglar. Ertaga Igor restoranga ketyapti. Ketyapti dedik, qarang. Boradi demadik. Demak, молодец, Gulhayo. Завтра Игорь идет в ресторан. Замечательно. Идет в ресторан. Endi sizda yana savol paydo bo'lishi mumkin. Mana bu сейчас bilan завтра bir xil gap tuzildi-ku deyishingiz mumkin. O'zbek tilida ham bir xilda. Hozir restoranga ketyapti, ertaga restoranga ketyapti. O'zbek tilida ham bir xil. Prosta kelasi zamondagi reja uchun hozirgi zamonni ishlatsangiz ham xato bo'lmaydi. Shu xolos. Kelasi zamondagi reja, ertaga restoranga boradi degan rejamizni biz hozirgi zamonda gapirdik. Xato emas. Xo'p, endi uchinchi gapimizga to'xtalamiz. Всем спасибо за активное участие. Juda ham xursand qilyapsizlar. Спасибо большое. Третье предложение yozyapman. Маша часто ходит в кино. Mana shu gapimizni endi o'zgartiramiz. Kecha Masha borib keldi kinoga. Вчера Маша ходила в кино. Прекрасно. Молодцы. Вчера Маша ходила в кино. Xatosiz yozyapsizlar. Прям super. Следующее у нас. Ikkinchi gapimiz o'zi tayyor berilgan ekan, ya'ni doimiylik. Masha часто ходит в кино. Buni shundoq ko'chirib qo'yamiz xolos. Uchinchi gapimiz nima edi? Hozirni o'zida kinoga ketyapti deyishimiz kerak edi. Nima bo'ladi? Masha hozirni o'zida kinoga ketyapti. Biroz xato ketdi. Сейчас Маша ходите в кино bo'lmaydi. Masha bitta, ходите demaymiz. Gulhayo правильно. Маша идет в кино. Замечательно. Прекрасно. Вы прям супер. Умнички. Маша сейчас идет в кино. И последнее предложение. Ertaga kinoga boradi deb tuzamiz. Aha, молодцы.
Hamma to'g'ri tuzyapti. Ko'z tegmasin. Ertaga Masha kinoga ketyapti. Завтра Masha идет в кино. Прекрасно. E'zoza yozdilar birinchi. Идет в кино. Juda ko'pchilikni tanirkanman chatdagilarni. Kanaldagilar begona emas. Молодцы, super. Demak, ходить, ездить, ходить, идти va kelasi zamondagi idти fe'lini ham tushunib oldilar. Прекрасно. Buni tugatamiz shu yerda. Прекрасно yaradi. Sizlar ham o'zingizdan qoniqdingiz degan umiddaman. Endi keyingi fe'lga o'tamiz. Charchab qolmadikmi? Charchaganlar yo'qmi? Нет. Прекрасно, умидам. Ярада. Замечательно, Атика. Тогда продолжаем. Следующее у нас endi ехать, ездить fe'lini mashq qilamiz. Давайте. Максим ездил в Москву. Demak, Максим Moskvaga borib keldi. E'tibor bering, Moskvaga hech kim piyoda borib kela olmaydi. Tushunmadim. Сейчас одна девочка или женщина, не знаю, одна человек написала «пойду». В прошлое время написала «пойду». Xo'p, to'g'ri variantini biz yozib qo'ydik. To'g'ri variantini ko'rib oladilar. Hali zapisdan ham yana kimdir xato qilgan bo'lsa, hali yana alohida javob berib chiqaman. Хорошо? Chatda bu narsani ovoza qilish shart emas. Hamma ham xato qilishi mumkin. Davom etamiz. Maksim ездил в Moskvu. Moskvaga hech kim piyoda bora olmagani uchun biz ходил deya olmaymiz. Maksim Moskvaga mashinada borib keldi. Keldi, уже Moskvada emas, u uyda. Demak, ikkinchi gapimiz regularna, ya'ni doimiy harakat. Maksim часто ездит в Москву. Maksim doimiy ravishda Moskvaga borib kelib turadi. Вот. Aynan shuning uchun bu yerda endi ездит bo'lyapti. Сейчас fe'liga so'ziga e'tibor bersangiz, сейчас Maksim едет в Москву. Hozirning o'zida u Moskvaga ketyapti. Или же plan, kelasi zamondagi rejasi. Завтра Maksim едет в Москву. Ertaga Maksim Moskvaga ketyapti. Ertaga ketyapti deyishingiz mumkin-da. Shuning uchun ham едет so'zi hozirgi zamonda ham, ya'ni hozirning o'zidagi protsessga ham, kelasi zamondagi reja uchun ham ishlatilyapti. Итак, hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Ну-ка, быстренько. Завтра мы едем в Italiyu degan gapni tarjima qilib yuboramiz. Tarjima qilamiz deyman, извиняюсь. Tarjima qilmaysizlar. Zamonga qo'yamiz. O'tgan zamonda. Ya'ni biz borib keldik Italiyaga degan gap tuzamiz. Пожалуйста. Biz borib keldik Italiyaga. Завтра мы едем в Италию gapini biz endi o'zgartiramiz o'tgan zamonga. Borib keldik. Zozichka, sizga aytdim-ku, поехали fe'lini ishlatmang deb. Мы съездили в Италию desangiz ham to'g'ri bo'ladi. Ездили degan so'zni ishlatishimiz kerak. Ezoza, поехал deganingizda bordi degan ma'no bor, qaytdi degan ma'no yo'q dedim. Men sizga nima deb gap berdim? Gapda Moskvaga borib keldi deyishingiz kerak dedim. Bordi emas. Siz bordi deb qo'yyapsiz. Farangiz, мы съездили в Италию desangiz, правильно, отлично. Но приставка qo'shishni biz hali o'tmadik, shuning uchun bu variantni hozircha olmay turamiz. Мы ходили в Италию varianti ham noto'g'ri, chunki Italiyaga piyoda bora olmaysiz. Umidam 17:03. Правильно, мы ездили в Италию bo'ladi. Итак, правильный вариант мы нашли. Мы ездили
в Италию. Прекрасно, qolganlar уже to'g'ri yozyapti. Езжали bo'lmaydi, мы езжали в Италию demaymiz, ездили deymiz. Keyingisi. Regularni biz doimiy ravishda Italiyaga borib kelib turamiz. Nima bo'ladi? Doimiy ravishda borib kelib turamiz Italiyaga. Mahmuda opa, завтра мы ездили в Италию deyolmaysiz. Завтра ertaga degani ездили o'tgan zamon bo'lib qolyapti. Мы всегда едем в Италию. Мы всегда, Asror aka, правильно, мы всегда ездим bo'ladi, chunki takroriy ish harakatga yezdit olamiz degandek, qarangiz, едем ishlatilmaydi. Shuning uchun Asror akaniki to'g'ri chiqdi. Мы ездим. Мы всегда ездим. Noto'g'ri qilsanglar, sразу o'chirib yubormanglar. Odam xato qilib o'rganadi. Xatolar ham o'chmasin. Bizni daftarimiz ham lolazor bo'lib, keyin gulzor bo'lgan dedi. Xo'p, demak, мы всегда ездим в Италию desiz, demak doimiy ravishda Italiyaga borib kelib turamiz dedingiz. Uchinchi gap endi hozirni o'zida Italiyaga ketyapmiz. Прекрасно. Hozirni o'zida Italiyaga ketyapmiz. Вы прям супер. Сейчас еду в Италию. Bitta o'zim ketyapman deb qo'ydingiz, Jonson. Biz ketyapmiz bo'lish kerak edi gap mazmuni bo'yicha. Сейчас едем в Италию. Aha, Mahmuda opa, правильно, faqat едем so'zini ye harfi bilan tuslaymiz. Едем bo'ladi. Едем. Мы едем в Италию. Прекрасно. Мы сейчас едем в Италию. Молодцы. Keyingi gapimiz. Biz ertaga Italiyaga ketyapmiz. Мы завтра едем в Италию. Прекрасно, Фарангис. Вы первая. Молодцы. Остальные тоже правильно пишут. Едем so'ziga ahamiyat beringlar. Ye bilan yoziladi. Yedim. Yedim emas. Yedim. Yedim desangiz u ovqatlanyapmiz bo'lib qoladi. Biz yeyapmiz. Мы едим хлеб. Biz non yeyapmiz. Мы едим пищу, еду. Ovqat yeyapmiz, мы едем desangiz, demak biz ketyapmiz mashinada degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bitta harfda ham ma'no katta. E'tiborli bo'linglar. Молодцы, вы прям все супер. Foydali bo'lyapti degan umiddaman. Davom etamiz. Они едут в Мадрид degan gapni tarjima qilishimiz, zamonlarga o'zgartirishimiz kerak. Они едут в Мадрид. Они едут в Мадрид. Ular Madridga borib keldi degan gap tuzamiz. Ular Madridga borib keldi. Komment yozgilar kelmayaptimi? Juda ko'pchilik yozmayapti ekan o'zi komment. Darsda juda ko'pchilik o'tiribdi. Ko'z tegmasin. Mikrofonlarni ochib qo'yapman, mabodo gapirsanglar deb. Вот. Итак, они едут в Мадридga javoblar keldi. Вчера они ездили в Мадрид, они ездили в Мадрид, они поездили bo'lmaydi. Umuman po'ni qo'shmang, E'zoza, necha marta qaytaryapman. Po ishlatmang, umuman ishlatmang. Они ездили в Мадрид, они ездили в Мадрид. Правильно, молодцы. Yezdili borishdi bo'lmaydimi? Sezdili borib qaytishdi bo'lsa to'g'ri bo'lmaydimi? Yezdili degan fe'lingizni ichida, ya'ni ma'nosida o'zi borib keldi degan ma'noni yashirgan bo'ladi. Shuning uchun yezdili desangiz borib keldi degan ma'noni tushunib olishadi eshitayotgan odamlar.
Qaysi biri to'g'riroq? Съездилimi yoki yezdilimi? Ikkalasi ham to'g'ri. Обычно qaysi biri ishlatiladi ko'proq? Обычно hozir mana Ruslan orasida yurgan bo'lsam, yezdili ko'proq ishlatiladi. Hadil, yezdil ko'proq ishlatiladi. Demak, soddalashtirib ishlatishadi-da, to'g'rimi? Да, конечно. Juda qisqartirishga usta bular. Они, значит, ездили в Мадрид deb gap tuzdik. Отлично. Следующее предложение теперь. Ular doimiy ravishda Madridga borib kelib turadi. Yoki tez-tez borib kelib turadi. Они часто ездят в Мадрид. Гульхаё, правильно? Ездят. Chunki doimiy ish harakat. Shuning uchun едут ololmaysiz. Ездят bo'ladi. Прекрасно. Молодцы, Mahmud opa, правильно. Следующее предложение. O'z tayyor berilibdi. Они едут в Мадрид. Сейчас они едут в Мадрид. Endi ertaga ular Madridga ketyapti degan gap tuzamiz. Ertaga ular Madridga ketyapti. Завтра они едут в Мадрид. Асрор aka, правильно, замечательно. Завтра они едут в Мадрид. Прекрасно. Demak, едут hozirgi zamondagi сейчас so'zi bilan ertaga so'zda bir xil ketib qolyapti. Yana takrorlayman, chunki bu hozirgi zamon kelasi zamon ma'nosini bergandagina ishlatiladi. Ertaga nimadir qilyapmiz, misol uchun, ertaga tug'ilgan kun tashkillayapmiz deysiz-ku. Aslida siz hozirgi zamonda turibsiz, ya'ni ertaga degan so'z hali kelmagan. Siz bugunda turib ertani gapiryapsiz, lekin tashkillayapmiz deb hozirgi zamonga qo'yib gapiryapsiz. Rus tilida ham shu narsa bor. Shuning uchun Ruslarni ayblamanglar. Aha, спасибо. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa xursandman. Endi mana shu 3-gapni tashlab ketishni tavsiya qilaman. Bo'ldi. Bu gapni tahlil qilmaymiz. Tahlil qilmoqchi bo'lganlar videodan keyin tahlil qilib olasizlar. Endi men darsni shu yerda to'xtatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ammo bu degani dars tugadi degani emas. Bu yog'ini kanalda davom ettiramiz. Faylni yopamiz xolos. Всем понятно? Darsni yozib olayotganman. Yozib olingan versiyasini to'xtatamiz. Bu yog'ini yozmasdan shunchaki kanalda o'zida davom ettiramiz. Menga savollar bormi dars bo'yicha? Мой первый. Aha, ваш вопрос. Sizni savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, фразеологизм mavzusida savol berdingiz. Фразеологизм это устойчивое сочетание слов, которое может передаться на самом деле одним словом. Ya'ni sizda 3-4 ta so'zlarni yig'indasi, balki 2 ta so'z bitta ma'noni berishi mumkin. O'zbek tilida buni ibora deb aytamiz. Qulog'imga lag'mon ilma deyshadi-ku, aldama degani bitta so'zga teng. А я думаю, это что-то другое. Нет, aynan shu. Tomdan tarasha tushgandek deyshadi. Asli nima degani? To'satdan degani. Mana shu frazeologizm bo'ladi. Ibora. Rus tilida ham bor. Как два сапога пара, да? Пишет, как курица лапой. Да-да-да, отлично. Именно это у нас фразеологизмы. Еще у кого есть вопросы? 10 таких слов написать. Найдете, я в вас верю. Mana shu fe'llarni skrinshot qilib bo'lmayapti-da, yopilgan ekanda. Da, skrinshot qilib bo'lmaydi. Faylini tashlab qo'yaman darsdan keyin. Agar yaxshilab nima deydi, fikrlaringizni yozib bersanglar. Dars yuzasidan fikrlar yozilsa, nima deydi, motivatsiya bo'ladi o'qituvchi uchun. Ham birinchi marta kiryapsizlar darsimga, shuning uchun albatta tashlab beraman faylini. Sizlardan faqat aktivlik. Хорошо? Yana necha kun o'tasiz, Mubina Mamatov? Har yakshanba iloji boricha dars o'tib beryapman.
Qolgan kunlari dars o'ta olmayman, afsuski, chunki magistrman, o'zimni ishlarim bor, darslarim bor, shuning uchun ulgurmayapman. Har yakshanba ko'rishamiz, Xudo xolasa. Хорошо, спасибо. Не за что. Еще вопросы есть? Есть вопросы? Эльзаза, у вас есть вопрос? Я других интересуюсь, у кого какие. Xullas mana hadid fe'li bor-ku, borib kelish fe'li. Ha. Kelasi zamonga bo'lsa qanaqa bo'ladi? Men kelasi zamonga borib kelaman biror joyga bo'lsa, yoki yezdit borib kelaman, kelasi zamonga borib kelaman. Xo'p, yaxshi savol berdingiz. Aslini olganda, demak, men biror yerga boraman deyish uchun paydu poyeduni ishlatamiz dedik. Bu bir martalik harakat. Lekin kelasi zamonda men doimiy ravishda qayergadir borib kelib turaman desangiz, ya budu yezdit, ya budu ходить deyishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana shuni ham yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi faylga. Davom etib qo'yadi mana shuni. Demak, я буду ходить на курсы русского языка dedingiz misol uchun. Men rus tili kurslariga boraman deyapsiz. Endi bilasizki, rus tili kurslari faqatgina bir marta boriladigan narsa emas. Kurs bo'lgandan keyin siz uni doimiy ravishda посещать qilishingiz kerak. Ya'ni borishingiz kerak kursga посещать. Вот. Lekin keyingisi yezditga misol ko'rsak. Misol uchun u kelasi zamonda nima desak bo'ladi? U kelasi zamonda doimiy ravishda teatrga boradi deylik. Nima bo'ladi? Он будет ходить в театр каждый день. Bu gapingizda ma'no nima bo'lyapti? Kelasi zamonda har kuni qiladigan harakat. Shuning uchun bu yerda siz endi пойдет degan so'zni ishlata olmaysiz. Я пойду на курс русского языка desangiz, men boraman bir marta. Misol uchun ertaga boramsiz. Я пойду на курс русского языка desangiz, ertaga borasiz bir marta. Lekin siz kelasi zamonda doimiy ravishda kursga boraman demoqchi bo'lsangiz, borib turaman degan ma'noda я буду ходить на курсы русского языка deysiz. Вот. Следующее. Он будет ходить в театр каждый день. Ya'ni kelasi zamonda u har kuni teatrga borib kelib turadi. Yezditga misol ko'raylik. U misol uchun Toshkentga har hafta borib kelib turadi demoqchisiz. Nima deymiz? Endi sizlar tarjima qilinglar. Давайте. Asror aka, savol bergan inson tarjima qilsinlar-chi o'zlari qani? Qanaqa edi? Uzr. U Toshkentga har hafta borib kelib turadi, kelasi zamonda faqat. Он будет ездить в Ташкент. Каждую неделю. Каждую неделю. Прекрасно. Demak, farqini tushunib oldingizmi? Farqi nimada ekan? Faqatgina tezlikda. Ya'ni takroriylikda desak ham bo'ladi. Qaysidir ish harakatni kelasi zamonda takror bajarasiz. Bajarib charchamaysiz. Shu ma'noda ishlatiladi. Еще вопросы есть? Aha, qo'lini ko'tarayotganlar bor ekan. Biz aytdik-ku, mana masalan, shiolda ishlatguncha ikkita proses bir vaqtda ketadigan ish harakat dedi-yu. Shu kelasi zamonga bo'lsa qanaqa bo'ladi? Men nimadir qilayotgan vaqtimda kimnidir ko'rdim, masalan, ketayotgan vaqtimda kimnidir ko'raman. Когда я буду идти bo'ladi. Какая разница между пошли и идем? Yoki-da сядь или садись? U fe'llarni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga javob berib olay, keyin sizniki хорошо? Когда я
например, буду идти, когда я буду идти в аптеку, misol uchun, men aptekaga ketayotganda встречусь с подругой. E'tibor bering, kelasi zamonda gap tuzildi. Budu idti kelasi zamon uchun ishlatilyapti. Men qayergadir ketayotganimda protsess. Siz kelasi zamonda mana shu protsessda yurayotgan protsessda bo'lasiz va mana shu встречусь degan harakatni sodir qilasiz. Вот, mana shunday vaziyatlarda budu idti yoki budu ехать bo'ladi. Когда я буду ехать в Ташкент, остановлюсь в хорошем ресторане и пообедаю. Demak, men Toshkentga ketayotganimda, qarang, kelasi zamon uchun reja tuzyapsiz. Protsess bu. Yo'lni aytyapsiz, Toshkentga borishni emas, Toshkentga ketishdagi yo'lni aytyapsiz. Вот, когда я буду ехать в Ташкент, yo'l, остановлюсь в хорошем ресторане и пообедаю. Farq tushunarli bo'ldimi? Спасибо. Demak, buni protsess deb yozib qo'yaylik. Protsess bu qator, tepadagi qator esa повторяемость, takroriylik. Xo'p, endi yana bitta savol bergan, kimdir savol bergan edilar, ismlarini qaramabman. Sadis bilan qaysi so'zni aytdilar? Tushunmadim. Siyat dedi. Shekilli. Siyat bilan sadis. O'zi bizda siyat degan fe'limiz sist degan glagoldan yasalgan bo'ladi. Sadis degani saditsia degan glagoldan yasalgan. Sist degani совершенный vidda, saditsia несовершенный vidda. Vidda farqi bor, bu birinchi farqi. Endi viddan kelib chiqib ma'nosida ham farqi bo'ladi. Saditsia bu protsess, o'tirish jarayoni. Sist bu o'tirib bo'lgandan keyingi holat bo'ladi. Siyat desangiz o'tir, ya'ni bir marta kimdirga buyruq beryapsiz, hozir o'tir deyapsiz. Вот, siyat. Совершенный vidda ishlatasiz. Sadis desangiz, ya'ni tikka turgan odamga muloyimroq qilib aytyapsiz. Sadis deganingizda tikka turgan holatingdan o'tirgan holatga ko'ch degan ma'no bo'ladi. Chunki bu protsessni bildiradi-da. Lekin ikkalasining ma'nosi bir xil. Aytganimdek, qo'pol va oddiyroq gapirish to'g'ri keladi. Sat deb ko'proq qo'pol gapirishadi. Sadis deganingiz biroz yengilroq, ya'ni muloyimroq eshitiladi. Ikkalasi ham o'tir deganlar ekan.